Bizda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Qoraqalpog'istondan kelganini gapiraman. Bizda Qoraqalpog'istondan kelgan bemorimizning super natijalari, bemorimizda 10 yil oldin Toshkentda operatsiya bo'lganlar, lekin burun to'siqlarida 3 ta katta teshik paydo bo'lib qolgan va bu narsa bir necha yil bularni bezovta qilib yurgan. Hozir holatlari ideal holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Burun to'sig'idagi teshik hammasi bekilgan, uchalasi ham bekilgan. Nafas olishlari ham juda ham zo'r. Qoraqalpog'iston Respublikasiga kelganman, 10 yilcha oldin operatsiya bo'lganman. Operatsiya unchalik yaxshi o'tmagan, o'sha qaltanoq yig'ilishi bo'lgan. O'shandan 10 yil bezovta bo'lganman. O'sha payt og'riq bo'lganda operatsiyada. O'shaning uchun yana og'riq bo'ladimi deb operatsiyadan qo'rqib yurgandim. Keyin qildirdim. Hozir operatsiya yaxshi o'tdi. Umuman og'riq sezilmadi. Nafas olish ham yaxshi ancha. Operatsiya juda ham katta bo'ldi. 4 soat davom etgan operatsiyangiz. Og'riq bo'ldimi, nimadimi 4 soat davomida? Yo'q, umuman sezilmadi operatsiya. O'shaning uchun qo'rqib yurgandim. 10 yilcha oldin og'riq rosa kuchli bo'lgandi. O'shaning uchun qildirmay yurgandim. Hozir qildirdim, umuman oldingi operatsiya bilan hozirgi operatsiyaning farqi bormi? Ancha farqi bor. Umuman sezilmadi, og'riq umuman bilinmadi. Bitta uxlab turdim, bo'ldi. Operatsiya tugagan bo'ldi.